Go Family hammaga assalomu alaykum. Sardor Go kanaliga xush kelibsizlar. Bugun bizda noodatiy challenge, ya'ni 12 soat davomida men ko'r bo'laman. Nega bu yo'nalishni tanladim? Sababi ko'r insonlarning hayoti menga juda qiziq bo'ldi va ularning hayotini 12 soat davomida bo'lsa ham yashab o'tmoqchiman. Hozir soat 1:10 va shu daqiqadan boshlab men ko'rman. Asad Boyla. Lekin rostdan aytaman, hech nima ko'rinayotgani yo'q. Hozirgi momentda o'zim menga qo'rqinchli bo'lyapti. Lokatsiyada adashdim. Men qaysi tarafga qarab turdim? Chiqish bo'pti, to'g'rimi hozir? Yo'q. Ha, yo'q. Tak, okey. Demak, o'rtoqlar, 1,5 soat oldin o'zi uyg'ondim va to'g'risi kiyinib tayyorgarlik qilguncha hali ovqatlanmadik. Demak, hozir biz birgalikda ovqatlanishga boramiz. Ketdik. Tak. Bu kech. Men rostdan aytaman, uje men bilmayapman qattaligimni va qatta yurganimni. Men nazar mana darvoza, da. Bu teshik. Darvoza teshigidan o'tdim. Yaxshi. Bu Asad, og'aynim, do'stim, ko'r insonlarga yordam berish bo'yicha chempion Asad. Tohir? Ha, mana shu yerda. Yaxshi, biz so'zi operatorimizning ismi Tohir. Bugun u 12 soat davomida biz bilan bo'ladi. Ketdi. Voy. Voy, muncha six. Birinchi Kamol, ha? Ovqatlanib olamiz, keyin mashinani zaryadkaga qo'yamiz. O'ylayapsam, men o'zi hozir kun davomida telefonga qara olmayman. SMSlarni o'qiy olmayman. Instagramda faoliyat qila olmayman. O'zi odam 5 minut Instagramga, telefonga qaramasdan tura olmaydi. Shunaqa. Lekin bugun bizda maksimalniy detoks hamma narsadan bo'ladi. Ketdik. Tak. Demak, do'stlar, biz hozir tushunishim bo'yicha Komolon osh markaziga keldik. Komolon osh markazida biz osh yeymiz. Asad voy, gapirdi. Yo'g'im. Nima bu? Srochli bizga bitta cho'p kerak. Reallik kerak shu cho'p. Cho'psiz qiyin ekan. Assalomu alaykum, aka tuzimsiz? Charchamayapsizmi? Xo'p, aka bizga 3 ta yosh komplet, keyin anniga berasiz. Salonni bodring, pomidor bilan borani? Bitta rasmi bor. O'shandan ichga kompot bilan bezgaz aka. O'rtoqlar, mana hozir tushunishinglar uchun holatimni tushuntirib berishga harakat qilaman. Mani atrofim qop-qorong'i, eshitayotgan narsam faqat odamlarning ovozi va shu daraja eshityapmanki, aniqda odamlar ovqat yeyotganida qoshuqlar bor-ku, tiqillayapti-yu. Ana o'shangacha eshityapman. Realni aytyapman, o'rtoq. Osh keldi. Osh keldi. Aka, meniki nima mashinaga qo'yib bering. Oson bo'lmayapti. Keldi. Yo'q, to'xta, men topaman. 1 2 3 4 Sen yetmay tur. Men topishim kerak. Hozir bilasan nima qilamiz? Birinchi zaryadkaga, keyin aptekaga o'tamiz. Qarashib ketsak, ben uni o'tolisanmi yo'qmi? O'tiraman, nima samimiyatga qo'ysam? To'g'ri-ku, chaproqda olsang. Oh, the ring of the Sardor Go'ni ringga chaqiramiz. Yo! Mashina qayerda? Yetib keldingmi? Yetib keldi, mashina shu yerda turibdi. Aha, o'rtoqlar, ishoninglar, juda qiyin, juda. O'sha to'g'risini aytaman, jay yoqmayapti shu olsam. Tak, bu orqa, mashina orqasi. Yo. Keyingi lokatsiyam mashina zaryadga qo'yamiz. Hop, yetib keldik-a? Yetib keldik. Voy. Tegmaydimi? Zabor Yo'q, tegmaydi. Tak, okey. Bu yoqdan tushgan bo'lsam, mashinamiz zaryadkasi naryoqda. Hozir mashinani voy. Sardor, qara, lekin apasning anu tokini shu orishing kerak emas. Da, okey. Oldin topib oling. Mana, ochilmayapti. Mashinani ochmaganmisan? Ochu. Ha, bu, so. Bu kichkinasi, mana bu kattasi. Kattasini ochdik. Uy, mana mana shlanka. O. Yaxshi. To'xta. O'y, qo'lingni o'tga qo'yma. Sal o'nroq. Teshik topish xizmati. Voy, gapi. Dami? Da. Ishoninglar, bittada. Tiqqanni. U berinni yana. Stop. Sari uyonish kerak, to'g'rimi? Ha. Bo'ldi, chotki. Eng qizig'i 2 soatdan oshdi menimcha. Video boshlanganiga necha bo'ldi soat? Soat 3 bo'lyapti. 3. Ko'zing anaqa to'mnilashib ketmayaptimi? Men hech nimani ko'rmayapman. Shu qop-qorong'i, prosta qorong'i. Prosta qop-qorong'i. Ko'zingni ochsang, dalcha to'mni bo'lib qolsa, yo'q, astag'firullah. Ha, zaryadkamiz necha foiz? 63. 63% bo'pti. Endi olib turib, Eko parkka ketamiz. Buni faqat olib olish kerak.
Voy! Подписка bilan like bosish обязательно esdan chiqmasin. Demak, o'rtoqlar, biz hozir tushunishim bo'yicha Magic City'ga keldik. Sababi bu yerda har xil o'yinlar bor va ko'rinson bo'lib turib shu o'yinlarni o'ynab ko'rishga harakat qilaman va biz mana buni topdik. Bizning skillimizni oshdi. Так что endi хотя бы qanaqadir qiynalmasdan yuraman va Asadning menimcha yordami kerak bo'lmaydi. Bundan buyog'iga meni eng yaqin do'stim bu mana shu tayoq. Sardor shu istifodalama deyman-da. Hozir Sardorni. Bu mashimi? Mashga o'tirishim. Voy daraxt. Voy daraxt bilan gaplashaman. Daraxt bilan sevishyapti Sardor. Hozir Sardorni hamda shunday ketdik. Tur. Men sezayotgan narsa faqat quyoshni nuri bo'ldi. Boshqa hech nima bilinmayapti. Biz hozir Sardor bilan qiziq joylarga ketmoqdamiz. Давайте. Sardor, просто o'tirasan. Всё. Хорошо. Shundaymi? Ke. Voy nima qilyapsiz? Oka strashniy narsa emas. Nima bu? Просто o'tir. Qayerga o'tiring? Hozir. O'tir mana shu yerda, o'tir. Mashina o'tir. Просто o'tirda. Hop. Voy to'xta, bu qanaqadir balon-ku. Ikkita mana shu yerda shu olasan. Voy yiqilmaymanmi? Yo'q. Asad qanaqadir balonga o'tqizding, men bilmayman. Xo'p. Voy nima bu? Voy nereali yuragim shuvilladi, ishonavering, men kutmadim bunaqa narsani. Men tepadan ketib kelaman deb o'ylamadim-da, tushundingizmi? Qanaqadir balon prosta o'tirasan dedi, ibach qo'yib yubordilar. Okam gapirib o'tirmadilar, tushundingiz? Shunday o'shadilar, og'zimdan deb ketdi-da, shu bilan. Voy, menga o'shanga to'g'ri qilib qo'yib bersang? Sal uzoqroq ochishing kerak. Nima bo'ldi? Tushmadi. Sekinroq yana ham. Yetib bordimi o'zi? Yetib bordi. Nu Yana sekinroq. ya bu qolib ketdi вообще. Yo'q, bu yerda. Bu yo'g'a ham o'tmadi. Ya bu sana o'yin emas ekan Sardor. Yo'q, qiyin ekanmi? Ha. Ikkinchi shartimizda shar yorish bo'ladi. Sardor, O, bitta o'yinchoq yutib berishing kerak. bo'ldi. Voy! Bir bor men aytdim u sizlarga. Yo'q. Boshqa qadab qo'ydimmi? Tak, mana shu to'g'rimda-da, to'g'rimi? Cho'chut o'nlash. Da. Voy, yana bitta bor. Tak, bu to'g'ri bo'lsa. Qanaqasiga? Hop, 2. Ya, uzr. Umumiy 3 ta tushirdim. Menimcha yomon emas ko'rinson uchun. Qara, mana shu prям to'g'ri-da. Ha, nechta? 6 ta anaqa turibdi. Bonka. O'shani hammasini yiqitishing kerak. Ketdimi? Ketdi. Yo, pastga boshqa otding. ketdimi? Pastga otding, teparoq. Yo, yana pastga otding. Teparoq yana ham. Ha. Nu yomon emas. Yomon emas. Chunki ko'rmasdan turib shunchalik yaqin kelyapti. Keyingi shartimiz Teshikli berchatka ekan. Mana shu da. O'sha yerdan uring. Davay! Sub-Zero. Bo'ldimi 3000? Necha? 3000 bormi? 2917. 3000 qilaman, yo'q. Voy, o'darlaridan. O'zim buf chiqdi. Ko'rib bo'lsam, atak uchinchasi oqizib qo'yar ekanman, menimcha bor-ku. Necha? 2927. Gap yo'qligan. O'rtoqlar, bizning Magic City'dagi o'yinlar tugadi. To'g'risi qiyin bo'lyapti va bundan keyingi lokatsiya bizda Eco Park. Biz Eco Parkka boramiz. Bu yo'lda shartlar bundan-da qiyinroq bo'ladi. Xullas kuzatib tursanglar, yanada qiziqroq bo'ladi. Ketdik. Ko'rib turganinglarda yangi lokatsiyamiz Eco Park. Sardor, mana buni sen sindirib qo'yding. Aha. Senga yangisini topdim. Buni amallaysan. Bu Yo'q, bu yangisi-da. Bu yangisi. Okey. Keyin shart, yangi shart senga Eco Parkka Anundan yaxshiroq o'xshaydi. bo'ladi. Ha. Qara, Eco Parkka kirasan. Hop. Olib kirib qo'yaman. 1,5 soat ichida umuman senga yordam bermayman. O'zing vaqt o'tkazishing kerak. Soat 18:48. Vaqt hozirdan ketdi, Sardor. 1,5. Agar oldimda kimdirgadir xalat qilayotgan bo'lsam, uzr, mabodo kimdirlar o'tayotgan bo'lsa. Voy. Sinaysan, rostdan aytaman, juda qiyin. Rostdan, men hozir qayerdaman, qayerga ketyapman, qayergacha keldim.
Вообще tushunmayapman. Eshitayotganim faqat u yoqdan mana bu yerdan odamlar o'tayotgani, qushlarning ovozi. Zimiston, просто zimiston. Men ko'z ojiz insonlarning hayotini rostdan tushunaman, bu oson narsa emas. Endi ular balki yillar davomida shu holatda bo'lgani uchun ularga osondir. Menga mana 7 soat bo'lyaptiki. No to'g'risi juda qiyin. Oka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, o'g'irmen aka. Tuzumsiz? Zo'r. Voh, to'g'ri. Brat, men tepadan pastga tushib olishim kerak edi. Men pastga tushdimmi, shuni bila olmayapman. Hali ham yo'ldasiz lekin. Hali tushmadimi? Hali tushmadim. Oka, men lekin anchadan beri yuribman. Keling siz bilan birga gaplashib, pastgacha tushib olaylik. Bo'ldi, bemalol. Hech anaqa qilmayapman. Ismim Sardor, okam. Tashkentda o'qisam, Husniddin ismim. O, взаимно, bratan. Уже tushdik-a? Tushdik. Bu Bo'ldi. yoq tomon suv, chap tomoningiz, o'ng tomoningiz. Voleybol o'ynaydigan joylar. Hammasi. Butkalar tushunishim bo'yicha bu yoq tarafda. Ana suv puv oladigan butka. Shu tomonda. To'g'rimi? Shu tomonda. Shu. Qatoringizda. Cho'tka. Oka, sizlarni anaqa qilmayman. Charchamanglar, menga ham omad tilab qo'yasizlar. Men u yoqqa qanaqadir yetib olay. Yaxshi o'tkaza Xo'p, oling. rahmat, charchamanglar. Xo'p. Mana. Tak. Koptoni ovozini bu tarafdan eshityapman. Demak, ana basketbol, tennis o'ynaydigan mana bu. Bu yoqda. Demak, butka bu yoqdami shunda? Yo'q, bu yoqdami? Mani qornim ochdi. Juda qattiq qornim ochdi. Suv ichkim kelyapti. Вроде to'g'ri ketyapman. Lekin butkalarga уже попlanib kelishim kerak edi. О, забор рушатам, прикиньте. Все, Ребята, я извиняюсь, салам алейкум. Я вас не вижу, если что. А где тут будки, где можно воду купить? Я сейчас на правильном направлении иду? Это прямо. Прямо? Далеко еще? Метров 300. Серьезно? Ошалеть. Я вам клянусь, я 40 минут оттуда спускался. Как? 200, примерно 200. Понятно. Спасибо большое. Youtubermisiz? Yo, o'zi Instagramda blogermiz, da, YouTuber тоже. Mana youtuberman. Серьезно? Sardor. Zo'r-ku, nima kontent olasiz? Assalomu alaykum. Kimdir Sardor G'ubdi, men eshitdim lekin. Amrat. Oka, men sizni ko'rmayapman, o'lay ekan. Mana qo'lim olib qo'ying. Assalomu alaykum. Qattasiz, charchamayapsizmi? Sonlar yaxshimi? Qanaqasiz? Xudoga shukr. Budka qidirib ketyapmiz, oka. Da. Yo'lingizga omad. Rahmat. Oka, soat nechi bo'ldi? 7:14. Normal. 20 minut yuribman. Ash qo'limga bering, oka. O, rahmat. Anaqasi qo'shig'iz. Berdi aka. Ha, bormi ichida? Nechi pul? 15 ming. Qarang, oka. Menda nechi pulim borligini men bilmayman. Sizga nechi pul berayotganimni men bilmayman, rost-a. Faqat to'g'ridan-chi qaytarasiz deb o'ylayman, oka. Assalomu alaykum. Cho'tamsiz o'zi? Voy, hech kim yo'q? Oz odam bor edi. Qadriga yetyapman, to'g'risi. Ko'zim bor. Ko'zimning qadriga yetyapman. U ko'r inson, misol tushunasizmi, u hech nima ko'rmaydi-da. Yonidan mashina o'tib ketsa, mashinaligini biladi-yu, lekin u nima narsaligini bilmaydi, rangini bilmaydi, ko'rinishini. Вообще нереально. Men-ku хотя бы bilmayman, yo'l qanaqa bo'lishini, ekopark представлениясini emez qolman. Bu ko'r odamda u narsa yo'q. To'g'ri sog'indim. Ko'rish sog'indim. Menimcha hali vaqt tugagandan keyin ko'zimni yetsam juda nerealniy bo'lsa kerak. Menimcha johori tugadi. Endi menga buni tashlab yuborishga musor kerak. Assalomu alaykum. Menga musor bachok kerak, men buni tashlab yuborgani. Qattasiz. Assalomu alaykum. Salom. Yaxshimisiz? Rahmat kattakon. Men tepaga chiqib ketishim kerak, to'g'ri ketyapmanmi? Hozir mana shu to'g'riga. Kimdir? Yo'q. O'ngga. Voy, gapiring, hamma bilan yuradi. Ko'rasizlar, qanchalik yaxshi bor. Oson o'tib ketyapmiz. Da, tepaga. Hozir o'ngga, to'g'rimi? Shunday to'g'ri. Mana shundan uverini tepaga. Bo'l.
Rostdan aytaman, ancha qorong'uligiga ko'nikdim. Bu bab yoqimsiz holat. Juda. Tezroq o'tib ketdi. Odamni eshitmayapman men. Odam o'tish kerak edi. O'zi oldimdan paplandim. Kimdir o'tsa, vaqt so'radim. Siz bilmayman tam 5 minutda qilishingiz mumkin bo'lgan ishni 40 minutga cho'zilyapti-da. Ko'z bilan hozir misol yuguraman-da. Yurish o'tda tursa, men hozir yurmayapman. Men inilyapman. Ko'zim ochiq bo'lsa, men yuguraman. Mashina hayda olasiz. Uylaringizni ko'ra olasiz. Gaplashib, bilmayman. Sayohat qila olasiz. Bitta ko'zingizni o'zi bilan. Hadi, bu holda huzurli gapishni tatmaymiz. Voy! 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 Bunaqa bo'lmasa, mana bu. O'zbekka. Jinni san yo'q qolma. San unaqa yo'q qolma. Ichimdan o'tayotgan narsani sizga bermoqchiman. Kunduzi video boshlanishidan oldin ko'zim ko'ryapti-da. Keyin vaqt ketdi deb ko'zimni yopdik. Va bilmayman bu videoni ko'rayotgan odamlar balki bizga ishonar, video davomida ko'zimni ochmaganimga. Balki ishonmas, lekin men rostdan sizlarga aytaman, ko'zimni ochganim yo'q. Chunki ushbu eksperimentni o'zimda sinab ko'rish bu meni o'zimga avvalo qiziq narsa edi. Ya'niki haqiqatda ko'zi ojiz insonlarning hayotini ko'rish, uni his qilish va ularni kuni qanaqa o'tishini bir o'zimda ozgina bo'lsa ham nima deydi sezib ko'rish uchun bu eksperimentga o'zim rozi bo'ldim va shu narsani YouTube'ga video qilishga qaror qildim. Ichimdan o'tayotgan narsalar nima? Ertalabdan beri biz misol mashinada yurdik, Magic City'ga bordik, hozir Eco Parkdamiz. Undan oldin ovqatlanishga kirdik. Men oshni mazasini bildim-u, lekin ko'rinishini ko'rmadim. Yegan narsam nima desam tok deyishdi. Uni ham tokligini keyin bildim. Oldingda atrofingda odamlar juda ko'p deyishdi. Men ularni ko'rmadim. Hozir ham mana kimdirlar o'tib yuribdi menimcha, ovozlar eshityapman. Ularni ham ko'rmayapman. Daraxt, o'tirayotgan narsam o'tirish uchun narsaligini bilyapman-u, lekin qanaqa ko'rinishdaligini bilmayapman, tushunasizlar? Biz gohida bizga berilgan narsalarning haqiqatda qadriga yetmaymiz menimcha. Chunki oddiygina ko'rishi o'zi bilan qancha narsa qilish mumkin-da. Biz shu narsa bo'lib turgan holatda ham noliymiz, ba'zi nimadirga noshukrchilik qilamiz. Qanaqadir vaqt o'tgandan keyin, hozir misol 5-6 soatdan keyin men yetishimni bilganim uchun ham ko'nglim qanaqadir xotirjamroq-da. Haqiqatda ko'zi ojiz inson umrbod ko'ra olmaydi. U tug'ildi zulmatda, ya'ni ko'zi zulmatda. Shuning uchun menimcha vaqtim uje ozgina kam qoldi. Meni nazarimda bilmayman yana qancha qoldi. Yarim soat edi boya pastda. Yo'limizni davom etamiz. O'rtoqlar, bu videoni ko'ryapsizlar. Realniy mehnat ketyapti. To'g'risi qiynalyapman va shu ko'rayotgan videolarga singan mehnat uchun bitta like bilan обязательно kanalga podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin, chunki bundan buyog'iga bundan ham xudo xolasa qiziq videolar chiqadi. Sardor rovna 1,5 soat bo'ldi, даже 1 minutdan o'tib ketdi. Asad, ovozing bilasan qanchalik yaxshi eshitdim. Qalay bo'ldi? Hozir. To'g'ri juda qiynaldim. Gap qilsa qilamiz. Qornim juda ochdi. Men yoningda edim. Ovqatlanganda Uni bildim, ko'rib turdinglar, qo'lni. Operator ham ovoz yo'q-yo'da sal bilib turdim. Ovqatlangani ketdimi? Ketdi. Do'stlar, barbekyu midoti. Xullas nimadir-da, bizda ujin oson bo'lmaydi bilaman. Boya ertalab ko'rdinglar, bir 3 qoshuvmi yo 4 qoshuv yedim-u, lekin juda ko'p yegandek bo'ldim. Hozir mana shu ovqatni bir amallab yeyapman xullas. Menga yoqimli tag'am. Bolalar ham ovqat yesin, charchab ketishdi. O, tayyormi ber? Do'stimni ber. Bugun meni eng yaqin do'stim mana shu bo'ldi. Xullas, agar kimdir haligacha Sardorga rostdan ham ko'zini yopib yurganiga ishonmayotgan bo'lsa, buni tekshirishning zo'r yo'li bor. Hammasi joyida. Kimda bor o'zi Kamol bor, Samandar aka bor ekan. Hozir mana bitta inson, nimadir deb gapirib ko'radi, kimligini topishingiz kerak. Davay. Like bosinglar. Voy, O'yla.
bitta yana ovoz bersan. Zo'radan. Voy bosinglar. Omon ha. Topdimi? Topding. Omon. Nodir aka ham shu yerda ekanlar. Mana shu yerda har doim. Nodir aka. Assalomu alaykum. Rayhon, Jem ko'zingiz ko'rdi bugun. Charchamayapsanmi sonlari yaxshi? Oka, yorulmachi mana ofis. Azim. Voy, baxt beryapti ovozingni. Sardor aka. Dudosh. Dudosh. Qachon ichmoqchisa? Kech payt birda. U birda boshladik, birgacha-da, tushundingizmi? Tema bo'yicha. Hali vaqt bor. Anaqa rochi. narsa bordi. Amat, aka parkka aylandim shoning. Cho'lik shuni chaqayamiz. Aka parkka aylandim. Cho'lik. Yetdim. Bitta narsa. YouTube'ni boshlash oson. Boshlab tashab qo'yish oson, lekin qaytish qiyin. Tak что comeback hamma ham ko'rmaydi. Tak что o'rtoqlar просто obuna bo'lib qo'yinglar. Menimcha like'larni ham portlatib olish kerak, chunki keyingi challenge'lar undan ham huzurli bo'ladi. Bizning ishtirokimizda tak что obuna bo'linglar. Yo! Xudo xolasa. Plan bor hozir. Men taklifim Sardor kim bilandir chiqib ko'rishsin. Aylansin shahar. Qiz bolami, o'g'il bolami? Qiz bola. Albatta. Qiz bola. To'g'risini aytaman, Sardor ko'zni ochmayapti uni. Realni o'ynayapti. To'g'risi, men azim shu gap 2 marta ketdi. Topayman Hozir kontaktingga kirasan-da, mana kontaktingga kirasan, ko'rmayapsan-ku. Ha. Do'st random odam klip o'qishimni aytamisan. Bunaqa payt chiqib beradigan odam yo'q. Sotib tashlab narsalar. Xullas, nimadir o'ylab topamiz. Ketdi. Portal ofisdan chiqib ketdik. Hozir liftda sekin ko'chaga chiqib, kechki Toshkentni sayr qilamiz. Lekin menga buni vahsha aloqasi yo'q, chunki men uchun ertalabdan beri kechki payt bo'yotibdi. Ketkizayotgan mehnatimizni ko'ryapsizlar, o'ylaymanki buni qadriga yetasizlar va video sizlarga yoqyapti va agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, iltimos ushbu videoga like bosib, podpiska bosib qo'yinglar. Bu sizlarning menga qilgan eng katta podдержкалар bo'ladi. Men sizlarga qilishim. Xullas, to'g'risini aytaman, o'sha qolgan 1,5-2 soat vaqt juda sekin o'tyapti. Men to'g'risi charchadim va normal hayotga tezroq qaytgim kelyapti. Vaqt tezroq o'tib, mana shu ko'zimga shundoq yetsam-u, bor taassurotlarni sizlarga aytib berib, shu bilan videoni yakunlasam turibman. To'g'risi, charchadim. Biz mana shu lokatsiyaga keldik. Shu yerda aylanasan deyishdi. Okey, endi biz vaqt tugashini kutib, mana shu lokatsiyada nimadirlar qilib turishim kerak va so'nggi emotsiyalar ham aynan mana shu lokatsiyada bizda tugaydi. Oson emas. Umuman. Biz qanchalik noshukrligimizni, qanchalik bizga berilgan ne'matni qadriga yetmasligimizni va oddiy bizga berilayotgan mana shu ishlayotgan ko'z, eshitayotgan quloq, gapirayotgan til, ishlayotgan qo'l, oyoqni qadrini haqiqatdan men mana bugun tushunaman. Va ushbu eksperimentni haqiqatda nima deydi, ich-ichiga kirib o'zim his qilishim uchun ham video davomida umuman mana ushbu anaqani yechmadik, lattani. Balki bunaqa holatda inson ko'p yurursa keyinchalik ko'nikib ketar-u. Ko'nikib ketganda ham baribir yashayotgan hayotini 100% yashab o'tolmaydi deb o'ylayman. Chunki osmonni, yerni, sayohat qilish, boshqa odamlar bilan suhbat qurish, kimnidir sevib qolish, uni ko'rib sevish, chiroyini sevish, shu narsalar yo'q-da. Siz faqat uni ovozini seva olasiz. O'rtoqlar soat 00:58 2 minut qoldi. Sardor, nimani his qilyapsan? 12 soat davomida olindi. Bilmayman, men hozir to'rimda nima ko'raman, umuman bu atmosferani qanaqa ko'raman, menga juda qiziq. Vaqt necha? 58 qali ham davom etmoqda. 58 2 minut qoldi. 58 tugamayapti. 58 tugamayapti. Nimani his qilasan o'sha narsalar? U narsa o'zimga ham qiziq. To'g'risini aytsam, charchadim. Emotsional, fiziki, moralli, har qanaqasiga. 59. 1 minut qoldi. 1 minut qoldimi? 59 bo'ldi. Do'stlar, mana ko'ringlar, 1 bo'ldi. Romdan 12 soat bo'ldi. Sardor yechiymi? Yech. Voy. Men ochmadim. Voy! Men hali ko'zimni ochmadim. Lekin juda yorug'. Ochiraymi? Voy!
ishoninglar, ko'zim zirillayapti. Men realni aytaman, ko'zim zirillab og'riyapti. Men bir ranglandim. O'rtoqlar, behazil gapiryapman. Bu narsani agar vaqtinglar bo'lsa, hatto 3 soatga bo'lsa ham qilib ko'rsanglar, qanchalik qiyinligini tushunasizlar. Oddiy uylarni o'zida qilib ko'rsanglar bo'ladi, 1 soat bo'lsa ham. Voy. Bu umumiy qilingan ishlar sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa, obязательно ushbu videoga like bosib qo'ying, podpiska bosing va eng asosiysi, keyingi videoyimizda aynan 12 soat ko'r bo'lishda qaysi bloger chiqishini kommentariyada yozib keting. Biz o'sha odamni chaqiramiz. Mani ko'zimga juda qattiq dam kerak menimcha. Voy.